Agar siz 2026 yil 18 avgustgacha ariza bermasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lovdan quruq qolishingiz ehtimoli bor. Men bugun aynan shu masalani oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim ariza berish kerak? Kim xavotir olmasligi mumkin? Qaysi holatlarda odamlar pulni yo'qotib qo'yadi va arizani qanday tayyorlash kerak? Bu ma'lumot juda muhim, chunki ko'pchilik menga avtomatik tushadi. Keyinroq borsam ham bo'ladi, hujjatim bor. Demak, muammo yo'q deb o'ylaydi. Amalda esa ko'p hollarda pul hujjat borligi uchun emas, vaqtida murojaat qilingani uchun to'lanadi. Hozir kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha eshiting. Chunki men sizga nafaqat muddat haqida, balki odamlar eng ko'p qiladigan xatolar, rad javobi sabablari va amalda nima qilish kerakligini ham tushuntiraman. Oldin ko'p to'lovlar bo'yicha odamlar shunday o'ylardi. Agar menga haqiqatan ham pul tegishli bo'lsa, davlat organi, tashkilot, jamg'arma yoki mas'ul idora o'zi topib, o'zi hisoblab, o'zi to'lab beradi. Ya'ni fuqaro kutib o'tiradi, kimdir chaqiradi, xabar beradi, keyin pul tushadi. Lekin hozirgi tartiblar tobora ariza asosida ishlayapti. Bu degani sizning huquqingiz bo'lishi mumkin, lekin uni amalga oshirish uchun siz o'zingiz murojaat qilishingiz kerak. Men buni juda sodda qilib aytaman. Huquq borligi bir narsa, pulni olish mexanizmini ishga tushirish boshqa narsa. Masalan, odamda kompensatsiya olish huquqi bo'lishi mumkin. Nafaqa yoki qo'shimcha to'lovga asos bo'lishi mumkin. Qayta hisob-kitob qilish uchun sabab bo'lishi mumkin. Lekin tegishli ariza berilmasa, idora bu ishni ochmaydi, tekshiruv boshlamaydi, hisob-kitob qilmaydi va to'lovni chiqarib bermaydi. 2026 yil 1-avgust sanasi shuning uchun muhim. Bu muddat o'tib ketgandan keyin ayrim to'lovlar bo'yicha kechgan murojaatlar qabul qilinmasligi, to'liq davr uchun pul berilmasligi yoki umuman to'lovdan mahrum bo'lish holatlari yuzaga kelishi mumkin. Men bu yerda eng asosiy narsani ta'kidlayman. Bilmagan edim degan gap ko'pincha muddatni tiklash uchun yetarli asos bo'lmaydi. Chunki qonunchilik va ma'muriy tartiblarda odatda muddat belgilangan bo'lsa, fuqaro o'z vaqtida murojaat qilishi kerak deb qaraladi. Avval odamlar ko'proq qog'oz hujjatlarga tayanardi. Masalan, qo'lida ma'lumotnoma, mehnat daftarchasi, eski qaror, shartnoma, guvohnoma yoki boshqa asos bo'lsa, mening haqqim yo'qolmaydi deb o'ylardi. Lekin hozir jarayonlar elektron bazalar, arizalar, ro'yxatlar va muddatlar bilan bog'langan. Bir idorada hujjat bo'lishi, ikkinchi idorada siz haqingizda ma'lumot bor degani emas. Bir tashkilotda qayd mavjud bo'lsa ham, to'lovni amalga oshiradigan boshqa organ sizni ro'yxatga olmagan bo'lishi mumkin. Masalan, fuqaro o'zini to'lov oluvchilar ro'yxatida deb hisoblaydi. Lekin amalda uning familiyasi eski hujjatda boshqa yozilgan, pasport ma'lumotlari yangilangan, yashash manzili almashgan yoki bank rekvizitlari eski. Natijada tizim uni topmaydi. Fuqaro esa kutadi. 1 yil kutadi, 2 yil kutadi. Keyin borib so'rasa, unga siz ariza bermagansiz deyshadi. Mana shu eng og'riqli holat. Yana bir o'zgarish shuki, endi ko'p joyda ariza berilgan sana muhim. Siz 2026 yil 17 avgustda topshirsangiz bir tartib ishlashi mumkin. 2026 yil 19 avgustda borsangiz boshqa tartib qo'llanishi mumkin. Odamlar 2 kunning farqi nimani o'zgartiradi deb o'ylaydi. Lekin huquqiy jarayonda muddat degani juda qat'iy narsa. Soliqda ham, pensiyada ham, kompensatsiyada ham, ijtimoiy to'lovda ham, merosda ham, sug'urtada ham muddat o'tib ketish katta oqibat beradi. Birinchi navbatda ilgari biror to'lov, kompensatsiya, qayta hisob-kitob, qarzdorlikni qaytarish yoki yordam puli bo'yicha huquqi borligini eshitgan. Lekin hali ariza bermagan odamlar xavotir olish kerak. Menga ham tegishli bo'lishi mumkin degan shubhaning o'zi tekshartirish uchun yetarli sabab. Men har doim shuni aytaman. Ariza berib, rasmiy javob olish kutib o'tirib pulni yo'qotgandan ancha yaxshi. Ikkinchi toifa hujjatlari eski bo'lganlar. Masalan, familiya o'zgargan, pasport yangilangan, tug'ilgan sana yoki ism yozilishida farq bor, manzil almashgan, bank kartasi yopilgan. Bunday holatda odam huquq egasi bo'lsa ham tizimda mos kelmaslik chiqishi mumkin. Ayniqsa eski hujjatlarda apostrof, harf, otasining ismi ruscha va o'zbekcha yozilish farqlari ko'p uchraydi. Masalan, Gulnora bir joyda Gulnora, Yo'ldoshi bir joyda Yo'ldashib, O'ktam bir joyda O'ktam bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Shu kichik farq ham ishni to'xtatib qo'yadi. Uchinchi toifa. Marhum qarindoshi nomidan to'lov chiqishi mumkin bo'lgan merosxo'rlar. Ko'pchilik o'ylaydi, otamga tegishli bo'lgan pul bo'lsa, keyinroq olamiz. Lekin meros, qarzdorlik.
kompensatsiya yoki yig'ilib qolgan to'lovlar bo'yicha ham muddat, hujjat va murojaat tartibi bo'ladi. Agar merosxo'rlar o'z vaqtida hujjatlarni rasmiylashtirmasa, keyin isbotlash ancha qiyinlashadi. 4-toifa. Chet elda yurganlar yoki uzoq hududda yashayotganlar. Ular ko'pincha kelganimda hal qilaman deb yuradi. Lekin muddatsiz qayerda ekaningizga qarab to'xtab turmaydi. Agar chet elda bo'lsangiz, ishonchnoma orqali yaqin insoningizni yuborish, elektron murojaat qilish yoki konsullik orqali hujjat rasmiylashtirish imkoniyatlarini oldindan tekshirishingiz kerak. 5-toifa ilgari rad javobi olganlar. Ba'zi odamlar bir marta rad javobi olsa, demak menga tegishli emas ekan deb qo'l siltaydi. Lekin rad javobining sababi har xil bo'ladi. Hujjat yetishmagan bo'lishi mumkin, noto'g'ri idoraga murojaat qilingan bo'lishi mumkin. Arizada talab noto'g'ri yozilgan bo'lishi mumkin. Agar muddat hal o'tmagan bo'lsa, xatoni tuzatib, qayta murojaat qilish imkoniyati bor. Agar siz tegishli idoraga ariza berib, arizangiz qabul qilinganini tasdiqlovchi hujjat olgan bo'lsangiz, kamida asosiy xavf kamayadi. Lekin bu ham endi umuman qarash shart emas degani emas. Sizda ariza raqami qabul qilingan sana, mas'ul organ nomi va javob muddati bo'lishi kerak. Og'zaki bo'ldi, qabul qildik degan gap yetarli emas. Men har doim yozma yoki elektron tasdiqni saqlashni maslahat beraman. Agar sizga allaqachon to'lov tayinlangan, pul muntazam tushayotgan va shaxsiy ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, sizda xavf kamroq. Lekin shunda ham bank hisob raqami, pasport ma'lumotlari, telefon raqami va manzil o'zgargan bo'lsa, yangilab qo'yish kerak. Chunki ko'p muammo huquq yo'qligidan emas, aloqa yoki rekvizit xatosidan kelib chiqadi. Agar siz rasmiy javobda sizning holatingiz ushbu to'lov toifasiga kirmaydi degan aniq asoslangan javob olgan bo'lsangiz, ehtimol bu muddat sizga taalluqli emas, lekin javobni diqqat bilan o'qish kerak. Ba'zida javobda falon hujjat taqdim etilmagani sababli ko'rib chiqilmadi deb yoziladi. Bu rad etish emas, hujjat yetishmaslik bo'lishi mumkin. Farqi katta. Birinchi misol. Akmal aka 62 yoshda. U ilgari ishlagan joyi bilan bog'liq bir to'lov bo'yicha huquqi borligini eshitadi. Lekin hammani o'zlari chaqirishadi deb kutadi. Qo'lida mehnat daftarchasi bor. Eski buyruqdan nusxa bor, lekin ariza bermaydi. 2026 yil 18 avgustdan keyin boradi. Idora unga shunday deydi: sizning hujjatlaringiz bor, lekin murojaat muddati o'tgan. Natijada u bir necha million so'm bo'lishi mumkin bo'lgan summani ola olmay qoladi yoki faqat keyingi davr uchun ko'rib chiqiladi. Bu yerda muammo hujjat yo'qligida emas, vaqtda ariza berilmaganida. Ikkinchi misol. Dilbar opa marhum turmush o'rtog'i nomidan bir to'lov chiqishi mumkinligini biladi. Lekin farzandlari bilan maslahatlashib yurib, meros hujjatlarini rasmiylashtirishni kechiktiradi. Keyin ariza berishga borganda, ulardan qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, o'lim haqidagi guvohnoma, merosxo'rlik hujjati, bank rekvizitlari so'raladi. Bitta hujjat yetishmaydi, yana vaqt ketadi. Agar u oldinroq harakat qilganida, hammasini bemalol yig'ardi. Muddat yaqinlashganda esa har bir kun asab navbat va xavfga aylanadi. 3-misol. Jasur ismli yigit onasi uchun ariza topshiradi. Hamma hujjat bor, lekin bank kartasi onasining eski pasportiga ochilgan. Yangi pasportdagi ma'lumotlar bilan karta ma'lumotlari mos kelmaydi. To'lov ushlanib qoladi. Bunday muammo kichik ko'rinadi, lekin amalda pul tushishini bir necha hafta yoki bir necha oyga cho'zishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, hujjat topshirishdan oldin pasport, JSHSHIR, telefon, bank rekviziti va ism familiya bir xil yozilganini tekshiring. 4-misol. Chet elda ishlayotgan fuqaro men O'zbekistonga dekabrda boraman. Shunda ariza beraman deydi. Lekin muddat avgustda tugaydi. U kelganda kech bo'ladi. Aslida u ishonchnoma berib, akasini yoki farzandini yuborishi mumkin edi. Yoki elektron murojaat imkoniyati bo'lsa, masofadan turib boshlashi mumkin edi. Bu misolda odam pulni huquqi yo'qligi uchun emas, vaqtni noto'g'ri baholagani uchun yo'qotadi. 5-misol. Bir oila 3 nafar merosxo'rdan iborat. Ularning har biri boshqasi hal qilar deb o'ylaydi. Natijada hech kim ariza bermaydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, har bir merosxo'rning roziligi yoki vakolati kerak bo'lgan. Bunday holatda ichki oilaviy kelishmovchilik ham pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun oilada kim mas'ul bo'lishi, kim hujjat yig'ishi, kim idoraga borishi oldindan aniq bo'lishi kerak. Eng katta noziklik shuki, ariza topshirilgan sana bilan hujjatlar to'liq qabul qilingan sana bir xil bo'lmasligi mumkin.
Ba'zi joyda dastlabki murojaat ro'yxatga olinadi, keyin yetishmagan hujjatlarni olib kelish uchun muddat beriladi. Ba'zi joyda esa hujjatlar to'liq bo'lmasa, ariza umuman qabul qilinmaydi. Shuning uchun siz qaysi tartib amal qilishini o'sha idoradan yozma yoki rasmiy kanallar orqali aniqlashingiz kerak. Ikkinchi noziklik. Og'zaki maslahatga ishonib qolmang. Deraza o'rtidagi xodim sizga tegishli emas. Keyin keling, hali vaqt bor deyishi mumkin. Lekin og'zaki gap keyin isbot bo'lmaydi. Agar sizning huquqingiz bor deb hisoblasangiz, arizani yozma topshiring va rasmiy javob oling. Rasmiy javob bo'lsa, keyin shikoyat qilish, qo'shimcha hujjat berish yoki yuqori organga murojaat qilish mumkin. Uchinchi noziklik, noto'g'ri idoraga murojaat qilish. Odamlar ko'pincha mahallaga boradi. Mahalla boshqa joyga yuboradi. U joy yana boshqa idoraga yuboradi. Natijada vaqt ketadi. Agar siz qaysi organga murojaat qilishni bilmasangiz, birinchi qadam sifatida yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, davlat xizmatlari markazi, tegishli vazirlik yoki jamg'armaning rasmiy aloqa markazi orqali aniqlik kiriting. Savolni aniq bering. 2026 yil 15 avgustgacha ariza berilishi kerak bo'lgan to'lov bo'yicha mening holatim qaysi idorada ko'riladi? 4-noziklik. Hujjatdagi kichik xatolar. Bir harf xatosi, sana noto'g'ri yozilishi, eski pasport raqami. Nikohdan keyingi familiya o'zgarishi, tug'ilgan joy nomi boshqacha yozilishi ham jarayonni to'xtatadi. Ayniqsa ayollarda nikohdan oldingi va nikohdan keyingi familiya masalasi ko'p uchraydi. Bunda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. 5-noziklik, bank rekvizitlari. Pul tayinlangan bo'lsa ham, karta yopiq bo'lsa, hisob raqam faol bo'lmasa, karta boshqa odam nomida bo'lsa yoki bank ma'lumotlari xato kiritilgan bo'lsa, to'lov qaytib ketishi mumkin. Shuning uchun ariza berayotganda o'z nomingizdagi faol bank hisob raqamini ko'rsating. Agar to'lov merosxo'rga berilayotgan bo'lsa, merosxo'rning rekvizitlari va vakolati aniq bo'lishi kerak. Birinchi xato, oxirgi kunga qoldirish. 2026 yil 10 avgust uzoqdek ko'rinadi, lekin hujjat yig'ish, ariza topshirish, navbat olish, xatoni tuzatish, arxivdan ma'lumotnoma olish vaqt oladi. Arxiv ma'lumotnomasi ba'zan bir haftada chiqadi, ba'zan bir oyda. Eski ish joyi tugatilgan bo'lsa, hujjatni topish yanada qiyinlashadi. Shuning uchun muddatgacha ulguraman deb emas, bugun boshlayman deb harakat qilish kerak. Ikkinchi xato, hujjatlarning nusxasini saqlamaslik. Odam idoraga borib hujjat topshiradi, lekin o'zida nusxa qolmaydi. Keyin nima topshirgandingiz deyishsa, eslay olmaydi. Men maslahat beraman. Har bir hujjatdan nusxa oling, telefoningizga suratga oling, elektron shaklda saqlang. Ariza topshirilgani tasdiqlovchi kvitansiya yoki ro'yxat raqamini alohida saqlang. Uchinchi xato, arizada talabni noaniq yozish. Menga pul berishingizni so'rayman degan umumiy jumla ko'pincha yetarli emas. Arizada qaysi to'lov, qaysi asos, qaysi davr, qaysi shaxs nomidan, qaysi hujjatlarga tayangan holda murojaat qilinayotgani ko'rsatilishi kerak. Masalan, falon qaror yoki tartib asosida menga tegishli to'lovni tayinlash va hisob-kitob qilishni so'rayman deb yozish aniqroq. 4-xato, rad javobini o'qimasdan tashlab qo'yish. Rad javobida muhim kalit bo'ladi. U yerda qaysi hujjat yetishmagani, qaysi bandga asosan rad etilgani, qayerga shikoyat qilish mumkinligi yoziladi. Agar rad javobini tushunmasangiz, huquqshunosga, davlat xizmatlari markaziga yoki mas'ul organ maslahatchisiga ko'rsating. 5-xato, boshqalarning gapiga qarab qaror qilish. Qo'shnim oldi, demak men ham olaman yoki amakimga bermabdi. Demak menga ham berishmaydi degan yondashuv noto'g'ri. Har bir holatda hujjat, toifa, sana ish staji, yashash joyi, meros huquqi, ariza sanasi va boshqa omillar farq qiladi. Siz o'z holatingizni tekshirtirishingiz kerak. Birinchi qadam, o'zingizga tegishli yoki tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan to'lov turini aniqlang. Buning uchun rasmiy manbadan ma'lumot oling. Internetdagi tasodifiy post, tanishlarning gapi yoki qisqa videolarga tayanib qolmang. Mas'ul idora nomi, tartib nomi, muddat va ariza berish joyini aniqlang. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tayyorlang. Odatda pasport yoki ID karta, JSHSHR, yashash manzili, telefon raqami, bank rekvizitlari kerak bo'ladi. Agar boshqa shaxs nomidan murojaat qilayotgan bo'lsangiz, ishonchnoma, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjat, meros hujjati yoki vakolatni tasdiqlovchi boshqa asos kerak bo'lishi mumkin. 3-qadam. Asoslovchi hujjatlarni yig'ing. Bu mehnat daftarchasi, ish joyidan ma'lumotnoma,
arxiv ma'lumotnomasi, eski qaror, guvohnoma, shartnoma, to'lov hujjati, sud qarori yoki boshqa dalil bo'lishi mumkin. Qaysi hujjat kerakligi to'lov turiga bog'liq. Agar biror hujjat yo'qolgan bo'lsa, yo'q ekan deb to'xtamang. Uni duplikat qilish, arxivdan olish yoki boshqa hujjat bilan tasdiqlash mumkinligini so'rang. 4-qadam. Arizani aniq yozing. Arizada kim murojaat qilayotgani, kim uchun murojaat qilayotgani, qaysi to'lov so'ralayotgani, qaysi hujjatlar ilova qilinayotgani va javobni qaysi manzil yoki elektron pochta orqali olishni ko'rsating. Ariza oxirida sana va imzo bo'lishi kerak. Elektron ariza bo'lsa, tizim bergan raqamni saqlang. 5-qadam. Arizani topshirganingizni tasdiqlatib oling. Qog'oz shaklida topshirsangiz. Arizangizning 2-nusxasiga qabul qilingan sana, kirim raqami va mas'ul xodim belgisini qo'ydiring. Elektron topshirsangiz, kvitansiya yoki murojaat raqamini yuklab oling. Pochta orqali yuborsangiz, buyurtma xat va yetkazilgani tasdiqlovchi ma'lumotni saqlang. 6-qadam. Javob muddatini kuzating. Ariza berdim, endi unutdim degan yondashuv noto'g'ri. Qaysi sanada javob berilishi kerakligini yozib qo'ying. Agar javob kelmasa, murojaat raqami bilan holatni so'rang. Agar rad javobi kelsa, sababini tahlil qiling va zarur bo'lsa, belgilangan tartibda qayta murojaat qiling yoki shikoyat bering. 7-qadam. 2020 yil 15 avgustni oxirgi sana deb emas, undan ancha oldingi chegara deb biling. Men amaliy jihatdan shunday maslahat beraman. Hujjat yig'ishni hozirdan boshlang. Arizani imkon qadar 2020 yilning birinchi yarmida topshiring. Chunki oxirgi haftalarda navbat ko'payadi, tizimlar yuklanadi, xatoni tuzatishga vaqt qolmaydi. Siz alohida daftar yoki telefoningizda quyidagilarni saqlab qo'ying. Qaysi idoraga murojaat qildingiz? Qaysi sanada bordingiz? Kim bilan gaplashdingiz? Qanday hujjat so'raldi? Ariza raqami nima? Javob muddati qachon? Yana nima olib borish kerak? Bu oddiy ko'rinadi, lekin keyin juda asqotadi. Odamlar ko'pincha bir necha idoraga borib, kim nima deganini aralashtirib yuboradi. Agar oilada bir necha kishi nomidan hujjat yig'ilayotgan bo'lsa, har bir odam uchun alohida papka qiling. Masalan, otangiz, onangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki marhum qarindoshingiz bo'yicha hujjatlarni aralashtirmang. Har bir papkada shaxsiy hujjat, asoslovchi hujjat, ariza nusxasi, javoblar va bank rekvizitlari alohida tursin. Agar siz keksa ota-onangizga yordam berayotgan bo'lsangiz, ularning nomidan harakat qilish uchun vakolat masalasini oldindan hal qiling. Ko'p joyda farzand bo'lishning o'zi yetarli emas. Idora sizdan ishonchnoma so'rashi mumkin. Shuning uchun ota-onangizning hujjatlari, imzo qo'yish imkoniyati, sog'lig'i va borib kelish imkoniyatini hisobga oling. Men bugun sizga eng muhim narsani aytdim. 2026 yil 19 avgustgacha ariza berish masalasini ortga surmang. Sizga to'lov tegishli bo'lishi mumkin, lekin ariza berilmasa, huquq amalda pulga aylanmaydi. Hujjat borligi, tanishlarning gapi, oldin eshitgan bo'lsam ham bo'ladi degan o'y sizni himoya qilmaydi. Sizni himoya qiladigan narsa bu vaqtida berilgan ariza, to'liq hujjatlar va qo'lingizdagi rasmiy tasdiq. Agar sizda shubha bo'lsa, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Pasport ma'lumotlari to'g'rimi? Bank rekviziti faolmi? Kerakli ma'lumotnomalar bormi? Ariza qayerga beriladi? Muddat qachon tugaydi? Hammasini aniqlang. Ayniqsa keksa ota-onangiz, chet elda yurgan qarindoshlaringiz, marhum yaqinlaringiz nomidan to'lov chiqishi mumkin bo'lgan holatlar va eski hujjatlar bo'yicha befarq bo'lmang. Izohlarda yozing. Siz bu muddat haqida oldin eshitganmidingiz? Ariza topshirdingizmi yoki hali hujjat yig'yapsizmi? Videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta odam vaqtdan bilib qolsa, katta pulini saqlab qolishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling. Lik bo'lsin va keyingi videolarda men sizga yana shunday muhim huquqiy va amaliy masalalarni oddiy tilda tushuntirib beraman.